Endi buni yetishtirish uchun avvalambor shiponik ekiladi. Ekilgandan keyin 3 yil joyida ushlab turiladi. Где-то qalamdaqa, ruchkada bo'lgandan keyin отдельный 70-80 santimetrga отдельный qilib ekilib, 8-7 yoshgacha tarbiyalanadi. Yo'g'on qilib tarbiyalanadi Ya'ni kaltak. baquvvatroq. Baquvvatroq qilib tarbiyalanadi. Ana undan keyin yollariga mini ro'zadan 20-30 ta atroflama ulanadi bu. Ulangandan keyin 2-3 yil kutiladi, mana shu holatga kelinadi. Mana shu holat hozir gul mana 15-bahorda ko'r. 2,5 metr bo'lsa, mana 3 metrligini qilib qo'yganmiz. 3 metrligi xohlagan odam 2 metrligini xohlaydi, xohlagan odam 3 metrligini. 1 metrliklari ham bor. O'ziga yarasha. Bularni narxi bo'yiga qarab belgilanadimi yoki nechta ulanganligiga qarabmi? Rangida ham farqi bo'ladimi baholanayotganda? Baholanayotganda albatta rangida farqi bo'ladi. Keyin mana ustuvini yo'g'onligiga qaraymiz. Ya'ni buni ustuvini yo'g'onligiga qaraymiz. Keyin gulni kattaligiga, chiroyliligiga qarab, keyin bo'yiga qarab sotiladi. Baholanishi bo'yiga qarab baholanadi. Ta'rifga sazovor ushbu atirgullar Quva tumani mirishkori Ubaydullo aka tomonidan katta mehr va qiziqish bilan yetishtirilib kelinmoqda. Ataga 8 sotixli xonadonda bugun u kishi gullarni payvandlash orqali yangi zamonaviy va manzarali turlarini yaratmoqda. Bir qarashda oddiy holdek ko'ringan bu atirgullar ortida esa Ubaydullo akaning yillar davomida sarflagan mehnati, sabr va umr tajribalari mujassam. Mo'jazgina bog'da 5 yillikdan tortib qariyb 20 yillik atirgullarni uchratishingiz mumkin. Yonlariga mana mini ro'zadan ulab chiqqanman 20-30 ta atrofiga aylantirib ulab chiqilgan. Shu endi O'zbekistonda hozir yangilik yaratilib qoldi hisobda. Oddiy ko'chatdan boshlangan bu mehnat bugun daraxtsimon shaklga keltirilgan nafis atirgullarga aylangan. Bu jarayonda oila a'zolarining barchasi Ubaydullo akaga yaqindan ko'mak berib kelmoqda. E'tiborlisi, ushbu loyihani yo'lga qo'yish uchun katta mablag' talab etilmaydi. Asosiysi gullarni o'z vaqtida parvarishlash, payvandlash jarayonlarini to'g'ri amalga oshirish va sabr bilan natijani kutishdir. Shu yerga kelin bo'lib tushganimdan beri mana qaynatam halollikni o'rgatganligi uchun mana xo'jayinim bilan birgalikda ilkmadosh bo'lib shu yerda mehnat qilamiz. Bo'shadi deguncha shu gulimizni ichiga kirib mehnat qilamiz. Bularga parvarish qilish uchun bularni chopamiz, sug'oramiz, yaxshilab gullab bo'lgan gullarini olib tashlaymiz, chiroyli qilib butab, o'shunday qilib qaraymiz. Qancha vaqt ochilib turadi? Bir marta ochilganda hammasi 3 oy gullaydi. Gullab, gulini to'kadi. Gul ochilib bo'lgandan keyin gulini olib tashlasak, terib tashlasak, yana bitta g'unchadan 3 tadan g'unchalab ochilaveradi. Sovuq tushgungacha, qiruv tushgungacha ochilaveradi. G'unchalab ochilaveradi. Bugungi kunda mazkur tomorqada 200 turdan ortiq atirgullar yetishtirilmoqda. Ularning narxi 15 ming so'mdan 5 million so'mgacha yetadi. Xususan 2000 tutga yaqin kichik atirgullar 15 ming so'mdan 500 ming so'mgacha baholanayotgan bo'lsa, yirik va noyob turlari 1 million 200 ming so'mdan 5 million so'mgacha sotuvga chiqarilmoqda. Narxlar esa gullarning yoshi, bo'yi va rangiga qarab belgilanadi. Zero bitta atirgulni yetishtirish uchun kamida 10 yil mehnat va sabr talab etiladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oho, u yog'iga bo'yim yetmadi. Xullas kalom, Quva tumaniga kelsangiz, mo'jazgina 8 sotixli xonadonda mana shunday noyob turdagi atirgullar yetishtirilayotganligiga ko'zingiz tushadi. Afsuski, hozir ochilmagan holatini ko'rib turibmiz. Ushbu noyob turdagi atirgullar may oyida ochiladi va bitta mana shu tubda 1000 donadan oshiqroq ochiladi deya bizga ma'lumot berib o'tishdi. Ushbu jarayon esa tomosha qilishga arzigulik bo'lib, kichik tomorqadan katta natija olish mumkinligini yaqqol namoyon etadi.